Bugungi videoda bizning navbatdagi boss alla drakon alla qani gorilla boshladi. Birinchi bossni boshladik. Xo'p, bizning birinchi boss shu yerda. Okey, bizning birinchi boss qani u chuvalchang? Juda ko'rinmayapti. Wow! Bu meni kutgandan ham kattaroq. Xo'p, yaxshi, bugun ancha qiziq kun bo'ladi shekilli. Okey, chuvalchang, seni bir umurtqangni uqalab qo'yaman. Anchagina qotib qolibsan-u. Yaxshi, ancha yengil bo'lyapsanmi? Yoqayaptimi og'ayni? Wow! Lekin og'ayni yomon kekirarkansan. Baqa kel. Qaqa qo'shdik. Wow! Hali shunaqa qobiliyatim bor degin. Hechqisi yo'q, o'rganib ketaman. Va charovasingni o'zing sasiyapti. Qani kel, birga bo'lishib boramiz. Qaqa qo'shdik. Lekin yomon sakratib qo'yarkansan. Yaxshi. Wow! Muncha ko'p kekirasan, nima yo'ding oxir marta? Menimcha oxir marta menaqa inson yegansan, balki. Hechqisi yo'q. Wow! Qaqoshing. Yo! Ata! Sen bilan urush uchun men ancha tayyorlanganman, xavotir olma. Men hali beri o'lmayman. Qani kel, Okey, qatdan chiqasan. Ko'rdingmi og'ayni? Bizda ham qobiliyatlar bor hali. Qani kel, sinab ko'rsataman, mana ko'rdingmi? Yana qochyapsanmi? Bu safar qatdan? Ikkinchi marta og'ayni. Bugun sendan shashlik emas. Uchinchi marta. Yaxshi, uchinchi marta bo'ldi. Yangi qobiliyatmi? Yaxshi, rivojlanish bor. Baribir bizga kuching yetmaydi. Xo'p, qani kel, qatdan chiqasan? Yomon qocharkansan, lekin ovqatlanishga qo'ygin. Baxti. Qani kel, bo'ldi, sendan bugun biz addushi shashlik yeymiz. Qani, qatdan chiqasan? Lekin yomon kekirarkansan. Nima qilmoqchisan? Yana qochmoqchisan. Mayli, hechqisi yo'q. Yomon sak. Nima yegansan oxiri yomon ko'p kekiryapsan. To'xta. Yaxshi. Zo'r. Endi nima qilasan og'ayni? Ujijoni kam qoldi. Hop, qatdan chiqsa. Dumingmi? Yomon. Oxirgi vaziyatlarda yomon qobiliyatlarning paydo bo'lyapti-yu. Yaxshigina qiynab qo'ydi lekin. Mayli. 4-chi marta. Qani kel, sen bilan oxirgi jangim. Nima? Yana dumingmi? Yo'q, duming emas ekan. Okey. Tezroq bo'l, Yana dumi. Qochish kerak tezroq. Qani kel, yo'q. Oxirgi jonlari qolgan. Qani kel. Juda ozgina qoldi. Yomon. Come on. Oxirgi vaziyatlarda yomon qobiliyatlarni ishlatyapti lekin. Mayli, hechqisi yo'q, joni kam qoldi. Bu eng qizig'i endi birinchi boss. Qolgan bosslar bundan ham kuchliroq bo'ladi. Senga men epichni kadr qilib beraman. Va bizning sahro chuvalchangimiz o'ldi. Va nihoyat. Endi bundan biz shashlik yeymiz yoki bundan yangi chiqqan qobiliyat orqali keyingi bosslarni o'ldiramiz. Xo'p, keyingi boss muz maxluqi.
Qani bizning gorilla uyg'on. Qani gorilla boshladik. Okay, seni qanaqa qobiliyatlaring bor? Birinchi qobiliyating tushunarli. Ikkinchi qobiliyat menimcha shu qobiliyatlaringdan boshqasi yo'q shekilli. Yana meni bilasan. Sakrab mustaqishma yaxshi. Lekin seni turqiy sal yoqmayapti. Menga ko'proq sen sumurflarni eslatyapsan. Mayli, chiqisi yo'q. Bunaqa buqalar biladi. Ko'p urishganman. Asosan shunda sen qaysi gorillasi yo sumurflarning katta variantimisan? Faqat shoxlisan. Haqiqat tegmadi kal. Oldingdan ko'ra ancha so'ra bo'ladi shekilli. Ancha joningning yarmi ham katta. Bunaqasini kutmagandim, lekin yaxshi og'ayni. Transformatsiyami? Nima bo'ldi og'ayni? Joning ketganiga ko'ting yonyaptimi? Muzladi. Qo'lim muzladi. Okay, joni ketsa, To'xta. To'xta. Vaziyatni o'nglab olay. Okay, Cho'ta bu bola yaxshi ketyapti oldinga qaraganda, lekin ancha kuchsizroq ekan. Men shuni tushundim. Keyingi boslov. To'xta, yangi qobiliyat zahar. Sal noto'g'ri ishlatib shekilli zaharni qarasan. Qochma. Bu nimasi? To'xta, bunaqa urma og'ayni, bu adolatsizlik. Mayli, og'zingga tupurib qo'yaman. Okay. Qala bunaqa qobiliyat, tornado. Bunaqasini kutmagandim, lekin mayli. Hech qisi yo'q. Buncha oldinga sakratding. Buncha yaxshi. Qanday qoldi joni? Olma. Yaxshi. Zo'r. Okay. Hamma yoq gachi-muchi, davay. Ozgina qoldi. Oxirgi zarba. Endi bizda muz gorilla yo'q. Va bizga endi yangi qobiliyat, ya'ni uning muz qo'li. Okay, buni hozir ishlatib ko'ramiz. Mayli, bosslarni urushda ishlatib ko'ramiz. Va seni shu qo'ling bilan o'zing yo'q qilaman. Xayr. Bizning navbatdagi boss kalta kessa. Bu ajdarda hamma ajdarlarga o'xshagan farq bo'lsa kerak. Ya'ni, bu bizda grill qiladi, yo shashlik qiladi. Okay, sal qochib olamiz. Qara, anchagina shashlik qilishga usta ekan. Xo'p, yaxshi. Biz hozir nari qo'tib olishimiz kerak. Yonyapman. Okay, toshni orqasiga yashirib olib, bu pastga tushishini kutamiz bu kalta kessakni. Okay, baxtga o'g'ayni. Bizda come on. Yaramas. Qani bu lola o'yinga yaramas eshak. Hop, qani chaqol endi. O'qlarim oluvli bo'lyapti, yaxshi. Hop, sal bu yoqqa o'tib olaylik. Baxtga. Buni tushkisi yo'q shekilli, biz ancha kuyyapmiz lekin. Hop, aylanamiz, sakraymiz. Endi pastdan hujum qilamiz. Okay, o'qlarimizni sal to'ldirib olamiz, jonlarimizni ham. Qani o'g'ayni. Yaxshi, bu ajdarchamizda ancha kuch kamroq ekan. Mayli, chiqsa yo'q. Olmay urib samolyotni urib tushirdik. Yaxshi. Bu ancha sakraydigan ekan. Yomon pishakcha ekansan. To'xta, tishingni yumaganmisan? Baka. To'xta, men bu tarafda urib olay. Yaxshi. Bo'ldi, sakrama. Yomon tishlarkansan, lekin yaxshi, hech qisi yo'q. Bizga tishlama. Jonimizni ham yarmini ketqiz, jonini ham yarmini ketqiz. Okay. Tunam tushyapti. Alla, drakon, alla. Naqmoqchi, tepadan hujum qilmoqchi. O'xshamaydi baribir o'g'ayni. Tupurma menga. Okay. Baqqa. To'xta. Yaxshi urib olay. Va bizning ajdarning transformatsiyasi aji-guji. Teri yonib suyakka aylandi. Okay, qoq suyak drakon. Mayli, chiqisi yo'q. Hop, sakraymiz, dumanimiz.
Uy, sovuq ekan lekin. Men kallasidan ko'rsatmoqchimisan kamerani. Mayli, yaxshi, og'ayni zo'r ko'rsatyapsan, lekin xuddi chiqyapding bu pastga. To'xta, suv. Ma, joni kam qoldi do'stlar. Anchagina kam. Yana salgina sabr qilsak, bu endi drakonni ham o'ldirib oldik. Endi keyingi boss Kraken. Let's go. 4-bossga ham yetib keldik. Xitoyning mashhur taomi 8 oyoq ni hao. Xo'p, biz 8 oyoqda tiriltirish uchun, ya'ni uyg'otish, pishirishimiz uchun mana bu skeletlardan 1-2tasini o'ldirishimiz kerak. Bu yerda sen kattasan, okey, mayli. Yo, Kraken, Xitoyning mashhur 8 oyog'i. Oyoqchalaringdan rostdan 8 oyoq. 1, 2, 3, 4, okey, 4ta. 4tayu 5-inchisi. 5 ta nima meni aldabsizlar? Rasmda lekin atak 3, 4, 5, 6, 7 ta ekan. Mayli. Xo'p, bizning birinchi qilayotgan ishimiz mana bu damlamani sachab, bahcha marazlar deb karillash. To'xta. Meni izvatsa qo'ydi. To'xta. Mana bu bulardan sal qochib olib keyin urishamiz tinchgina. Xo'p, menda bitta g'oya bor. Men adashmasam noto'g'ri urishyapman. Sababi men oldin bularni qo'lma oyoqmi farqini bilib olishim kerak va o'ng va chapi. Menimcha mana shu oyog'im qo'lma bu. Xo'p, mana shu oyog'i o'ng shekli. Esiga tushibdi. Endi bular bilan men umbaloq oshib urishaman. Sababi bularda ancha qiynalyapman. Lekin bu yaramaslar ham yomon ekan ancha. Meni bittasi uryapti-da, bittasi chalg'ityapti. Okey. Mayli, bahka. Bahka. Qaysi birini uraman? Yaramaslar. Bittangni ur. Okey. Suvga tushirib yubordi-yu. Eng yaxshi yo'li suvdan. Nima qilyapti? Rahmat, kakro'zni suvdan chiqmoqchi edim. Halakka tushib ketdim. Mayli, chiqamiz. Onasini ham suvda urishaman tinchgina. Baxtiya. Sen bilan suvda jang qilaman. Suvdan zo'r ekan bular, qimirlamasa bir joyda turadi. Nima bo'lyapti? Nima meni urib olyapti? To'xta. Rahmat. Okey, ikkinchi marta xato qilmayman. Nima? Bitta qo'li chiqib ketdi. Yaxshi. Bitta qo'li endi bizda yo'q. 8 ta qo'l bo'lsa 7 ta qo'l qoldi. Yaxshi. Endi tushunarli. Axir bu zambarakda o'qi-yu. Endi bu zambarakda o'qi bilan biz zambarak otamiz. Baxtga. To'xta, ishlamayapti. Okey, menimcha boshqasiga qo'yib urishimiz kerak. Mana bunga qo'yib urishaman, sabab bu yerda ancha to'xtalaring, men sizlarni o'ldirishni yo'lini topdim. Skelet yo'qol. Yo'qollaring yaramaslar. Nihoyat. Boya 7 ta qo'lmadi, endi 6 ta qo'l. 6 ta qo'l qoldi. Baxtga, endi sening zambarak ochish vaqti keldi. Men ahmoqni to'g'ri otdim. Mayli, hech qisi yo'q. Bunisini to'g'ri otamiz. Bolday, let's go. Zambarak o'qidan bir kamini tatib ko'r. Chiqib olamiz. Yaxshi, bitta qo'li yo'q bo'ldi. Mujik. Endi nariga qo'llarni halakat. Mayli, hech qisi yo'q. Bu yerdagi skeletlarni yo'qotamiz. Mencha zo'r urishasan, yo'qol yaramas. Yo'qol dedim. Okey, tepaga let's go. Xo'p, qani ham zambarak o'q topolmayapman. Qani. Yo'qol qo'llaring. Qo'llari yana meni chalg'itishga harakat qilyapti. Mayli, men lekin o'q topaman. Yangi qobiliyat. Endi shunda bu qobiliyat adashmasa yerdan muz chiqaradi, lekin bu yerda bir tiyinlik foydasi yo'q. Mayli, qani zambarak o'q, ko'zim ko'rmayaptimi yo'q kasal yo'q qoldim men. Qani. To'xta, eng zo'r yo'li mana bu yaramaslarni bittalab yo'q qilish. Bahka. Voy. Qochib olamiz. Okey, qachgadir qochib olmasam bu yarim. Skelet yo'qol. Yo'qol skelet. Yo'qol dedim. Rahmat, lekin Kraken. Hop, mayli, endi narsani yomon yaramaslar ekan sanlar.
Ha, senlar adashmasam, nimaga qo'rqmayotganingni tushundim. Botga o'q otilmaydi, to'g'rimi? Okey, bittasi yana minus. Endi bemalol bularga zambarak o'qini otib o'ldirsam bo'ladi. Ikkinchisi ham minus. Yaxshi ketyapmiz. Endi tepadagi qoldi. Bunisi ancha chaqqon ekan, lekin bizga sal bo'lsa ham noqulay, lekin bu yer. Hop. Bunga kamon otamiz. Nima? To'xta, skelet yo'qol yaramas. Olmani bo'lmasa hozir. Mayli, tepadan uramiz. Rahmat sengoy. Sekinroq, axir seni o'ldirishim kerak. Voy. Yaxshi. Yana bitta og'ay, yana bitta. Abbo, endi suvga jang qilamanmi? Tepaga otib meni kraken yaxshiroq. Naqtor otdi ahmoq. Mayli, zinapoyadan chiqam, narvoddan chiqamiz. Okey, joni ham kam qoldi, yaxshi. Hop, oxirgi o'qni biz. Oxirgi. Endi ana endi oxirgisi. Yeah, baby. Hop, endi nima bo'ladi? Nima bo'lyapti? Kraken! Basharang shunchalik ham xunuk bo'ladimi? Yesicha bizga farqi yo'q. Endi shu basharangni endi zambarak o'qdan o'qlarni otsak bo'ladi. Yaxshi. Endi zambarak o'qimizni olib ketmoqchi. Boyagi 8 ta qo'li hammasi paydo bo'ldi. Hop, yaxshi. Endi bemalol bularni o'ldira olamiz va 8 ta qo'lda ham menimcha nimadir o'ylab topsak kerak. Hop, ovqat yeb olamiz va kallasini o'tamiz. Shuni bildimki, kallasiga o'q otsa, baribir joni ketmas ekan. Hop, bizda yagona yo'limiz zambarak o'qidan zambarak berish. Hop, 200 zambarakdan tayyorlaymiz. 8 ta qo'l bo'lsa, bittasi ketgan bo'lsa, 7 ta qoldi. Yaxshi. Lekin ancha yaxshi bakki. Abbo, o'q qolmagani esdan chiqdi-yu. Qochay. Hop, olmay olamiz. Va sekin og'ayinlar. Bakka maras. Nima? Juda PvP zo'r ekan bu. Hop, buni qoch qo'lingni ol yaramas. Hop. Zambarak to'qini oldik. Va endi krakeni boshiga qacha. Yaxshi, ancha jon ketdi. Qani yana bitta. Hop, bunisini ham qaziymiz va keyingi 2 ta. Bunisini ham olaymi? Yo'q, shartmas. Hop, pul bizga kerak emas va bizga endi bomba. 1, 2. Yana bitta. Go. Voy, qo'li bilan to'sib oldi, qo'liga tegib qoldi. Mayli, yaxshi. Voy. Lekin ancha oldinga qaraganda ancha osonroq bo'lyapti. Zambarak o'qini yaxshi boy ishlatib o'rgangan ekanmiz. Bo'lmasa ancha qiynalgan bo'lardik. Qani bizlarni farqi yo'q bizga. Abbo. Ancha tegmayapti endi men ahmoqda deb. Hop. Tepada. Voy. To'xta. Chiqib Hop, bu tarafdan kallasini mo'ljallaymiz. Kallasiga baribir o'q tegmas ekan. Okey, bizda yagona yo'l zambarak o'qidan zambarak berish. Hop. Qat ketamiz. Hop, mana yana bitta o'q. Bu o'q bilan endi kallasini mo'ljallab kallasiga o'q otsak bo'ladi. Hop, bizning zambaragimiz qani? Okey, zambarakni oldik. Oy. Va endi zambarakni bir amalab qo'yib olish kerak qashqadir. Qatga qo'ysam bo'lar ekan. Yo'qala, skalet Zaynabay qilding. Okey. Hop. Yo'qol shu yerga qo'yamiz, qarochi. Hop, yo'q, bu yer bo'lmas ekan. Qatga qo'yamiz. Voy, yaramas. Joy qo'yaymi? Kutilmaganda zarba. Kallasini endi bir qashib qo'yar ekanmiz. Okey. Yaxshilab ur, yaxshilab kallasini qashimiz. Yaxshi. Yana bitta bor bizda hali. Kallasi olib kelmadi. Mayli, yana bitta. Bu cho'ti kallasini qashmayapti. Hop, ovqatlanib olamiz. Yana bitta. Endi yana kallasini qashimiz. Kallasiga chiqib ketsa bo'lmasmikan? Muncha buni kallasi katta. Ancha katta ekan. Xitoyliklar buni ko'rganda mazza qilib yegan bo'lardi. Mayli, chiqsa yo'q.
Yana bitta. Yana bitta. Otil. Okey, yana bir dona. Endi kallasini qo'yib, kallasini hech ochib bo'lmasmikan? Shu qisqa qilib ochsa zo'r bo'lardi, lekin bir kalladan sho'rva yarib edik yo boshqa narsa. Hop, yana bitta o'q kerak, o'q qani? Qani bitta o'q? Qani san o'q? Okey, mana topdim seni. Sen ancha qidirdim. Sen bizning oxirgi yagona o'q. Voy, urma maras. Oxirgi yaramas o'qimizsan va endi krakenning kallasiga qo'y. Hoppa, palakat. Yana bitta. Yaxshi, kallangni tushir. Bo'ldimi? Kraken o'ldi. Endi bizga krakendan qobiliyat berish kerak va krakenning qobiliyati bilan biz oxirgi final boss Knay Igrisga let's go. La. Va nihoyat final boss Knight, ya boshqacha aytganda Igris. Wow! Eshiklari ham boshqacha. Zanjirlab tashlagan ekan, qizig'i. Mayli, eslicha buni biz hozir ozod qilamiz bu yerdan. Janob Igris. Men turmaydim, o'tiradimi bu? Okey. Va nihoyat boshladik. Wow! Sirasi ajoyib zarbalardan. Oy. Menimcha ancha qiynalamiz. Hop, oy. Bu dahshat urishar ekan, lekin chota joni ketmadi urganimda. Yaxshi, bizda oldingi bosslardan yutilgan qobiliyatlar bor, ya'ni narsalar. Tak. 8 oyoqli narsasi bizga ancha foyda beryapti, urayotganda qochib olish uchun. Okey. Men yaraman. Hop, ancha kuchli ekan, lekin ikkita qilichmi? Bu nohaqlik. Qo'lda men o'ynamayman. Men sen bilan ushmayman, yo'qol eshak. Yo'qol dedim. Hop, orqasidan ham zarba berib bo'lmayapti. Yaxshi, orqasini himoyalar ekan. Okey. Hop, ur. Berdan pastga urish kerak, voy. Yo. Bu chota aylanyapti. Nima bu jinnimi? U xohlagan tarafga pichoqni uryapti. Men bu yoqdaman, o'g'aynim. O'tirib qoldi. Foydalanib olish kerak. Wow! Chota o'tiryapti yomon. Qani kel. Qobiliyatni ko'rsatamiz. Ishla. Yo'q, ishlamadi. Bo'ldi, ishladi. Hop. Lekin zahar. Chota zaharga tushmadi. So'qqa mayli. Eng zo'r yo'li mana bu 8 oyoq ekan. Okey. Tepadan zarba. Yo. Bunaqasi ketmaydi. Xo'p, kallasiga uramiz. Yo'q, kallasiga emas, oyoqqa urish kerak ekan. Okey. Orqasiga zarba beramiz. Oy. Mana oyoqqa. Orqasiga zarba bermayapti. Yo. Buni qayeri nozik tarafi? Yo'qolib tur, men sen nozik tarafingni bilib olay. Xo'p, vaqt ko'chib olamiz. Qaysi joy seni nozik ekana? Okey, mayli. Wow! Yomon. Bu ancha yomon. Yo'qol. Oyog'iga zarba bermayapti. Muncha tez. Hop. Tushunarli. Sariq turgan joylariga urish kerak ekan. Yotib qoldi. Davay, ur. Yo'q. Okey. Hop, qochdik. Nari qochib olaylik. Hop, olmay olamiz. Va baxtga sariq joyga urish kerak. Sariq. Obbo, yo'qolib qoldi sariq tarafi. Yomon, lekin qilich bos ekan. Qobiliyat ishla. Bo'ldi. Lekin baribir foydasi bo'lmadi, tegmadi, yaxshi. Hop. Yana ozgina qoldi, joni kam qoldi. Menimcha ancha kuchsiz. Lekin final bossga qaraganda final boss bo'lgandan keyin ancha kuchliroq bo'lishi kerak, lekin o'xshamayapti. Okey.
Va nihoyat uning final ko'rinishi. Bu juda ajoyib, okey. Endi ancha o'yin endi qiziq bo'ladi. Hop, olmay olamiz va qobiliyat. Voy! Cho'ta o'xshamadi, tepaga sakrab qo'ydi, pastga tushamiz. Wow! Ko'rinishi ham ancha ajoyib. Yaxshi. O'tirib qoldik, orqasiga zarba beramiz, orqasiga, davay. Voy, o'sirvordi, okey. Oy, tepadan zarba beryapti. Qoch. Okey, joni ancha kam qoldi, lekin desam bo'lmaydi, sababi o'ndan biri bo'lsa ham endi biri ketdi. Okey. Xo'p, bizga eng ko'p qobiliyatga yordam berayotgan bu 8 oyoq. Qochishga ancha zo'r yordam beryapti. Wow! Yangi qobiliyatmi? Okey, yaxshilab ur. Bo'ldi. Sariq. Okey. Yaxshi, anchagina jonini ketkazib qo'ydik. Yaxshi, uramiz. Wow! Ancha yomon. Wow! Yangi qobiliyatini ishlatyapti. Wow! Bu qobiliyat. Yo! Skeletni kallalari. Kutilmagan zarba. Okey. Maqmoqchi. Wow! Lekin odam oldiga voy, to'xta yevolay. Odam oldiga lekin yo'man sakrab kelar ekan. Okey. Wow. Yo. Ma. Obbo, zarba jon ketmayapti. Yo'q tepadan. Yaxshi, qochib qola oldik. Oh. Yo! Qochamayapti. Okey, tepaga. Bakka. Yo'q. Bakka. Ancha jonini tengarini ketkizdi. O, yaxshi. Bo'ldi, o'tirib qoldi, endi foydalanib olamiz. Yo. Yaxshi. Ancha joni kam qoldi. Vachach. Voy. To'xta. Orqangga zarba berib olay. Orqangga bitta ukol qilaman. Qoch. Okey. Uy. Lekin mana shu qobiliyati ancha unga foydali bo'ldi bizga qaraganda. Hop, jon. Jonimiz kam qoldi lekin. Wow. Lekin ancha oldiga qaraganda chaqqon bo'lib qoldi. Yaxshi. Wow. Joni kam qoldi lekin yana ozgina chidasak bo'ldi. Final boss va nihoyat yo'q bo'ladi. Okey. Nihoyat qobiliyat ishla. Bir tiyinlik foydasi bo'lmadi, mashinaimizni qo'lim bekorga o'sha bossni o'ldirdik. Oh, yana bitta oxirgi zarba. Va nihoyat. Qaniki Gris. Sen bilan biz oxirgi zarbani voy palakat. Qoch. Oxirgi zarbani berib olay. Va oxirgi zarba. Qayer Gris, sen bilan urushganimdan xursandman. Eng zo'r boss sen bo'lding. Amayli, rahmat achin shart emas. Va bizning final bossimizdan tushgan narsa. Igris qilichi. Agar kim shetgacha ko'rgan bo'lsa, kattakon rahmat. Like va obuna bosmanglar. Menga kerak emas. O'zim kayfim uchun qildim. Mayli, let's go.